Assalomu alaykum, qadrli kasbdoshlar, hurmatli kanalimiz obunachilari. Bir necha kundan beri kichkina elektromontajchilar uchun yig'ayotgan sumkam bor edi. Bir ukam xabardor bo'lib qolib, iltimos qildi. Yig'ib bo'lganingizdan keyin aka bitta obzor qilib bering sumkangizni deb. O'shanga sumkamizni hozir obzor qilmoqchi edim. Birinchi boshlaydigan narsamiz ham lifehack, ham kerakli mahsulot. Bu nima bilasizlarmi? Eski shim bo'ladi-yu, jinsiy shim. Chirib ketgan yoki kichkina kelib qolgan, tashlab yuboradigan. Buni tashlab yubormasdan bundan unumli foydalansa bo'ladi. Buni ham o'zim tikib to'g'irladim. Cho'mchak qilib osib qo'ysa bo'ladigan. Buning ichida nelonoviy stяжка deydi yoki xamut deydi. Elektrikada, yana boshqa sohalarda juda ishlatiladigan narsamiz hozirgi kunda. Ikkinchi narsamiz bu termousадочный izolyatsiya deydi. Izolentani o'rniga juda qo'l keladigan, ancha yilga chidamli, kerakli. Рабочий перчатка deydi. Perchatkamiz albatta kerak bo'ladi. Mana haliga 3 ta cho'mchakli larabos bo'lgan ekan. Mana izolenta har bir elektrikka anaqasida bo'ladigan narsa, sumkasida bo'ladigan narsa. Keyin двухсторонний скотч, har xil diod lampalarni, boshqalarni, lentalarni yopishtirish uchun juda kerak bo'ladi. Bu klassika hisoblanadi. Keyin bu bolg'amiz. Har bir sohadagi hunarmandlar hammasi ishlatadigan narsa. Elektromontajda ham juda unumli foydalanadigan narsa. Probkalar qoqishlarga, yo bir joyi bizishga, boshqaga juda kerakli narsa bolg'amiz. Keyingisi bu qaychimiz. Universalniy qaychi hisoblanadi. Termousадкаlarni kesishga, zajimlarni kesish uchun, simlarni kesish uchun juda qulay qaychi bu ham kerak. 6-granli ключimiz. 6-granli ключ hozirgi cross modullarda, avtomatlarda juda ko'p nimalarda ishlatilayotgan narsa, elektr priborlarda ishlatilayotgan narsa. Keyingisi bu magnitli уровенimiz. Shitlarni qo'yishda, rozetkalarni, включательlarni o'rnatishga juda ko'p narsalarda ishlatiladigan narsa уровенimiz. Magnitli bu. Keyin usachkamiz. Usachka kichkinasi, orqa tarafi ploskiy. Bu asosan eng ko'p ishlatiladigan, qo'llaniladigan joyi xamutni tortgandan keyin oxirini konchikini kesishga juda tekis kesadi, ama qo'lni tilib olmaydigan qilib o'sha maqsadda ishlatiladi ko'proq. Kichkina simlarga, kichkina priborlarda izolyatsiyasini yechish uchun ham, boshqaga ham juda kerak. Hop, keyingi narsamiz zirgalkamiz. Bu termousadkaga usadka berish uchun albatta ishlatiladi. Albatta ishlatiladigan narsa kerak. Keyingi narsamiz, buni hamma har xil ataydi. Kimdir konusni sverlo deydi, kimdir sabzi sverlo deydi. Bu temir shitlarda, plasmas shitlarda qalin kabelni kirgizish uchun teshalarda juda kerak narsa. Bu ham doim elektrikka sumkasida bo'lish kerak deb bilaman men. Keyingi narsamiz налобный fonar deydi, peshonaga taqadigan fonar. Bu nima, qo'l yordamida ham ishlaydi. Bunda qilib o'chiradi, yoqadi. Shunaqa funksiyalari bor. Ekonom rejimida 4 soat, 5 soatgacha ishlaydi. Albatta elektromontajchilarimiz shitni обесточить qilinadi tokdan. Albatta u ishlayotgan joyda tok bo'lmaydi. Fonarimiz juda kerak bo'ladi. Birov ishlab turmaydi, boshqa qilmaydi. Peshonada bo'ladi. Xohlagan tarafingizga qaratib
ishlash uchun juda qulay. Keyingi narsamiz bu shitlarimizni kaliti. Har xil shitlar uchun kerakli kalitlarimiz. Bu shitni ochib ishlanadi. Keyingi narsamiz bu ham lifehack, haligi shimni davomi bu. Shimdan penal qilingan ruchka multimetrimiz deydi. Juda universalniy. Shuklari bilan birga. Buni afzal tomoni katta multimetr ko'tarib yurmaysiz. Avtorejimda ham ishlaydi. Funksiyani ham tanlasangiz bo'ladi. Tokka gertsini ham o'lchaydi, prozvon ham qiladi, nol fazani ko'rsatadi, AS, DS hammasini. Katta multimetrda kichkina varianti. Elektriklar uchun juda kerakli narsa. Kichkinagina fonari ham bor. Masalan, o't betlarga ishlash jarayonida bosib tushirish uchun. Keyingi shunchalik narsalarimiz pichog'imiz. Buni kimlardir kanselyarskiy noj deydi, kimdir malyarniy noj deydi, malyarniy pichoq deydi. Bu menimcha hamma sohada ishlatiladi. Legendarniy pichoq hisoblanadi. Albatta elektromontajni har bitta elektromontajchi menimcha sumkasida bor pichoq menimcha bu. Bunga albatta zapas pichoqlari. Keyin detektorimiz. Detektorimiz bu fazani, nolni, keyin skrytiy simlarni, abriflarni juda tekshirish uchun juda foydali narsa. Keyin kichkina xuddi o'sha malyarniy pichog'imizning kichkina varianti. Albatta bunga ham zapas pichog'i. Keyin bu oq markerimiz. Oq marker bizda asosan O'zbekistonda qora izolyatsiyali kabelda ishlatiladi. Kabelni ustiga masalan provodka qilgandan keyin oq marker bilan yozib qo'yishga juda qulay. O'chmaydi, boshqa qilmaydi. Albatta oq marker ham ishlatiladi. Bunimiz svetodiodniy anaqa nima deydi, testerimiz. Fazani nolni topish uchun, shitlarni o'chirganimizdan keyin albatta tekshirib olish uchun kerakli. Bu klassika hisoblanadi. Buni ota-bobolarimiz ham ishlatishgan. Biz ham hozirgi kunda shuni ishlatamiz albatta. Albatta zapas batareykalarimiz kerak bo'ladi. Mabodo tugab qolsa, magazinga yugurib yurmasligi uchun. Keyin yana nima? Qora qalamlarimiz, qizil qalam, ko'k qalam. Keyin bu narsani o'zim yasab olganman, juda qattiq metaldan. Bigiz qilib ishlatsa ham bo'ladi yoki metaldan chizishga chertilka qilib ishlatsa ham bo'ladi. Yoki bir joylarga urib teshiklar teshish uchun ham juda qulay narsa. Albatta lineyka. O'lchamlarni o'lchab, to'g'ri chizish, boshqa lineyka hammaga ma'lum narsa. Keyingisi albatta metrimiz. Menga yoqqan tomoni metri fiksatori o'zi bilan tortdingiz bo'ldi, to'xtadi. Bildingiz? Oddiygina udoroprочный yaxshi metr. Keyin albatta shotka. Shotkamiz kerak bo'ladigan tomonlari o'sha podrazvetniklarni tozalashga yoki shitlarning ichini tozalab olishga, ishdan keyin ish qurolini tozalashlarga, boshqalarga juda kerakli narsa bu ham. Bunimiz уже ruchnoy instrumentlarga o'tdik. Ruchnoy instrumentlarimizdan bittasi круглогубцы deydi. Buni monolit simlar uchun dumaloq qilib shakl berishga, shitlarda, qotiriladigan joylarda, boshqalarda ishlatiladigan narsa. Bunisi длинногубцы qayrilgan varianti.
Bu ham shitlarda qo'l yetmaydigan joylarga, boshqalarga juda kerakli instrument bu ham. Albatta elektrikli uchun ish beradi. Hop, endi asosiy qo'l instrumentlarimizga o'tamiz. Mana bunaqa atverkamiz. Qulay tomoni trishotkali. Trishotkasida o'sha kerakli как dinamometrический atverkaga o'xshab turib, newton metrini tanlab burash uchun, svirdo qo'yib teshish uchun ham juda qulay. Yaxshi narsa. Keyin albatta svirlolarimiz temir uchun, temir shitlarimizda teshish uchun, boshqa qilish uchun juda kerakli narsa. Albatta olib yuramiz sumkamizda. Hop, keyingisi yana bitta fonarimiz. Bu fonarimizning afzallik tomoni magnitli. Masalan, shitga shundoq magnitda qotirib qo'yib, tushirib ekonom rejimida 6 soatgacha ishlaydi. Zapas albatta kerak bo'ladi. Juda qulay. O'tbetlarga osib qo'yishga ham juda qulay. Yaxshi fonar bu ham. Keyingi narsamiz bu atvertkamiz. Men yaxshi ko'radigan atverkalarimizdan bittasi nabori bilan birga. Bu atverkamizning afzal tomoni bizani shitlarimizdagi nimalarimizga pizet anaqalari ham bor, pH ham bor, zyozdishkasi ham bor. Syomniy qulay. Juda yaxshi ko'radigan atverkalarimdan bittasi. Keyin bu zajimimiz, enshoviy nakonechniklar uchun. Bu dumaloq 6 qirraligi. Bu ko'proq ishlatiladigan joyi cross modullarda, nolvoy shinkalarda dumaloq joy bo'lganligi uchun dumaloq siqib turib, dumaloq kirgizilib, shunda kiradi, qotirilishga ham oson bo'lgan zajimlarimizdan bittasi. Yana xuddi shuni faqat to'rtburchak varianti. To'rtburchak varianti bu ko'proq avtomatlarda ishlatiladi. To'rtburchak qilib avtomatni orqa tomoniga tiqish uchun juda qulay. To'rtburchak ko'p mashina ishlatiladigan joylarga asosan to'rtburchagi bu 0.25 dan 10 gacha bo'lgan kvadratni siqadi. Bunisi ham, unisi ham. Bu organizerimizda albatta enshovilarimiz 0.75 dan boshlab 10 gacha bo'lgan enshovilarimiz. Albatta gilzalarimiz hozirgi relushkalarga, chistotniy anaqalarga ishlatilishligi, bunaqa vilka sifati, yana anaqa dumaloqligi, padvint tushadigan albatta bu kerak narsa. Keyingisi instrumentimiz bu kabellarimiz. Kabelni keskanda ham sariyodek kesadi. Bu albatta kerak. Keyingi instrumentimizni kimdir kusachka deydi, kimdir bakarez deydi. Hamma biladi buni. Keyingi instrumentimiz utkanos deydi. Bu ham shitlarda, shunga o'xshash joylarda juda qulay, simlarni qo'l kirmaydigan joylardan tortib olishga, boshqalarga hamma biladi buni ham. Buni kimdir passatij deydi, kimdir ambir deydi, kimdir bakarez deydi, hamma har xil ataydi. Bu ambirimiz. Keyingisi multitool deydi. Bu yerda bizani kabellarimiz bor. Kabel tozalash uchun stripperimiz bor. Bolt gaykalarni burash uchun, nakonechnik gilzalarni siqish uchun
Xullas 7 ta funksiyasi bor. Hozirgi kunda trendga chiqqan ambrlarimizdan bittasi multi-tool deyiladi. Keyingisi razvodnoy ключimiz. Albatta kerak narsa, chunki zazemleniyalarni shiftga kelib ulangan joylarda qotirishlarga, yana ko'p joylarda xullas elektrikada ishlatish uchun juda kerakli mini varianti albatta bo'lishi kerak bo'lgan. Keyingi instrumentimiz krokodil deyishadi. Endi bu juda zaril narsa emas-u, sumkada bo'lsa yaxshi. Bir xil narsalarni bolgarkada kesiladigan bo'lsa, siqib olish uchun, boshqa qilish uchun juda qulay instrument bu ham. Kerak bo'lib qoladi, bo'lgani yaxshi. Keyingisi zajimimiz. Juda universalniy zajim hisoblanadi. Bu NSHV nakonechniklarni ham siqadi, gilzalarimizni siqadi. 0.25 dan 10 kvadratgacha bo'lgan qanaqa NSHV bormi, gilza bormi, nakonechniklar bormi, hammasini siqadigan, tavsiya qilaman, juda zo'r. Ruchkasini uzunligini hisobiga bunaqa bosganda ham bunaqa juda kuch ishlatilinmaydi. Tavsiya qilaman. Keyingi instrumentimiz noj spyatkой deydi. Bu ko'proq ishlatiladigan joyi o'zi ploskiy kabellarda, dumaloq kabellarda jilasini ochish uchun. Bunda ko'proq qalin kabellarni ochishga juda qulay. Shunaqada ko'proq ishlataman noj spyatkой. Keyingi instrumentimiz усиленный bokorez deydi. Juda ko'p joyda ishlatiladi. Ayniqsa grebionkalarimizni shunda sariyodek kuch ishlatmasdan kesadi. Juda qulay. Mnogofunksionalniy hisoblanadi, усиленный variant. Bu ham juda kerakli narsa. Keyingi instrumentimiz bu boltarez deydi. Boltlarni uchini kesishga, boshqaga juda kerakli narsa. Ayniqsa shit yig'ilganda orqasidan boltlarni kesib tashlash uchun, keyin har xil troslarni uzish uchun juda kerakli narsa bu ham. Keyingi instrumentimiz ego deyiladi, kichkina ego. Avtomatlarni kontaktlarni tozalashga, keyin nakonechniklarni, gilzalarni, bundoq qulog'i chiqib qolsa, o'shalarni tozalashlarga juda ko'p joyda ishlatiladi. Bu ham kerakli narsa. Keyingisi bu multi atverkamizning nabori. Hozirgi kunda endi umumniy domda juda ko'p qilinyapti. O'sha ishlatiladigan joyi bu ko'proq har xil releylarda, taymerlarda, boshqalarda обязательно ishlatiladigan atverka. Har xil varianti bor. Juda kerakli, hozir kecha kunduzda juda kerakli atverkalardan bittasi. Yana bitta atverkamiz bor. Bu ko'proq qora ishlarga udarniy atverka hisoblanadi. Ikki tomonlama qora ishlarga, keyin katta shitlarni, shuruplarni burashlarga juda baquvvat atverka. Bu ham kerak bo'ladi albatta. Keyingisi bu одинарный stripperimiz. 3 в 1. Bittali simni jilkasini olish uchun, NSHV nakonechniklarni siqish uchun, keyin kabelni kesish uchun, kabellar rezga o'xshab kabelni kesish uchun pichog'i bor, qaychisi bor. Bu ham juda kerak narsa. Keyin katta stripperimiz. Bu kabelni usti qavatini ham oladi, ichki jilkalarni ham oladi, obolochkasini. Keyin undan tashqari kabelni kesadi,
Keyin har xil nakonechniklarni siqadigan funksiyalari bor. Bu albatta elektriklaga, o'zi elektrikligi uchun mo'ljallab chiqarilgan instrumentlardan bittasi. Pinset обязательно kerak bo'ladi. Bir xil detallarda nimanidir payka qilish kerak bo'ladi, detalni ushlash uchun yoki bir narsani tushib ketsa olish uchun pinset doim xalaqit qilmaydi, kerakli joyi bo'lib qoladi. Keyingi instrumentimiz, buni o'zim temir arradan yasaganman. Oldin bizning ustozlar ham asosan mana shunaqa yasab shundan foydalanishardi. Ploskiy kabelda shunday qonini yorishga ustidagi оболочкасini shunday xuddi sariyog' kesgandek ochiladi. Tavsiya qilaman, yasab olsanglar zo'r narsa bu ham. Masalan, ploskiy simimiz. Ichida simni повреждать qilmaydi hech ham. Yetib ham bormaydi yetga. Xuddi sariyog' kesgandek. Bo'ldi. Tayyor simimiz. Juda qulay, bilmayman, yoshlikdan o'rgangan jilkalari hammasi but-butun, hech qanaqa повреждать qilmaydi. Juda qulay narsa, o'zingizga yasab olsanglar rosa ish beradigan narsa bu ham. Keyingi instrumentimiz teleskopichskiy magnit deydi. Bu ayniqsa uzoq chuqur joylarga har xil narsamiz tushib qolishi mumkin. Bolt, gaykami, shurupimizmi, nimadir tushib qoladigan bo'lsa, shunday qilinadi. Shu yerdan ko'tarib olish uchun juda qulay narsa. Sumkaga hech qancha joy olmaydi. Qachondir kerak bo'lib qoladi. Bu ham kerakli narsa. Keyingi instrumentimiz, buni Cobra deyishadi. Bizning anu brend nomini aytmayman, taniqli bir brend bor. O'shani analogi Xitoyda chiqarilgan varianti. Juda qo'l keladigan, juda zo'r instrument. Eslatib o'taman, bu naborlarimiz hammasi byudjetniy, ya'ni qimmat bo'lmagan, brendi unaqa tanilmagan, shunaqa, lekin elektromontaj jarayonida juda kerakli, juda ish beradigan, mana arzonchi emas, juda yuqori narxli emas, sifati o'rtadan yuqori bo'lgan instrumentlarimiz polniy elektromontajda ishlatadigan instrumentlar hammasi. Keyingisi bu dinamometriskiy отверткamiz. Bu yerda hamma naborim bitalarimiz bor. PZ-dan boshlab turib PH, звездочка, minusavoy, keyin indikatorlarimiz ham qulay ishlashga. Ishlatdingiz, uradingiz, joyiga qo'yib. Keyin yaxshi tomoni, masalan, bitalaringiz yo'qolib qolmaydi. Yig'ishtirib olganingizda qaraysiz, qaysi biri yo'q, qaysi biri bor, tekshirib olib, keyin bitalarimizni yopib qo'yursak bo'ladi. Keyingi instrumentimiz, bu albatta golovka naborimiz, treshotkali. Bu eng katta golovkamiz, asosan 14 gacha. Asosan o'zi elektromontajda 13, uzoq 14 gacha bo'lgan bolt gaykalarimiz ishlatiladi. Treshotkalarimiz yomon emas, ishlatsa bo'ladigan. Eng keragi, eng muhimi, instrumentlaringiz birovdan so'rab yurmaysiz. O'zingiz instrumentlaringiz bo'lsa, hamma ishingiz joyida, tez hal bo'ladi. Hop, shu bilan bizani sumkamizdagi bor yo'q instrumentlarimiz mana shu hammasi. Oldin bu instrumentlarni biz katta sumkaga solib to'ldirib yurardik. Menga qulay, kichkina sumkani qulay tomoni kichkinagina bo'lsa ham, lekin ancha narsa kirib ketdi buni ichiga. O'zi kichkina bo'lgani bilan bag'ri keng sumka ekan, juda ko'p narsa sig'ib ketdi. Mana ko'rib turganingiz instrumentlarimizning hammasi mana shu sumkaning ichidan chiqqan instrumentlar.
Minus tomoni ochig'i bo'lgani, buni ichiga chang yig'ilishi, har xil narsalar tushishi, shuni minus demasangiz, atak plus tomoni qaysi instrumentingiz qayerda turganini bilasiz. Ish tugagandan keyin ham bemalol tekshirib olasiz, ani instrumentim, mening instrumentim joyida. Ishlayotganingizda ham hammasi ko'rinib turadi. Oldingiz kerakli instrumentni ishlatdingiz, boshqa qildingiz. Shunga juda ham qulay sumka ekan. Menga shu tarafdan yoqdi. Buni asosiy maqsad, bu sumkani yig'ishdan asosiy maqsad, bu sumkamizdagi instrumentlar doim mashinaning bagajida turadi. Mabodo ekstremniy vizivlar, boshqalar bo'lib qoladigan bo'lsa, mashinada borasiz, sumkani ko'tarib tushib ketaverasiz. Bu obyekt ko'tarib yurish uchun mo'ljallangan sumka emas. Bu o'sha ekstremniy viziv bo'lib qolganda, chaqirganda, boshqa qilganda doim mashinada turadigan, bagajda turadigan sumkaga mo'ljallab yig'ilgan sumkamiz. Oldin agar o'tbetga obyektlarga chaqiriladigan bo'lsa, bu otni sumkani ko'tarib olib borib, u bilan yana anaqa qilib, undan ko'ra doimiy mashinada turadi, bagajda turadi. Birov chaqirib qolsa ham bilasiz, hamma instrumentingiz bor. Bu instrumentlar bilan bemalol shit yig'sangiz bo'ladi, elektromontaj ishlarini qilsangiz bo'ladi. To'g'ri, endi hozir bu yerda drellarimiz yo'q, ruchnoy drel, boshqalar perforator. Sborka, shitni sborkasi uchun juda bemalol yetib ortadigan instrument deb hisoblayman. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.